Voy, Aynur, neymiş kaçıp yerde? Şu düştü aldıraşıp kütüp tamak yalama şu. Teyacapçılar biteydi. Teyyacı? Mah kız var. Çıkıcı o dedim sakladı dedim. Men yere yanım ya. Aynur, Ha? başlıq sizga mandaq muomala qildi? Bir qoy cho'pni bigil qo'ymadi sizga. Sizning o'rningiz men bo'lsam allaburun ketib bo'ldim. Yo'q, hech qisi yo'q. Ishim qilaverdim, ha? Başlıq tamoqingiz. Rahmetli. Aras, Ha? Aynur'u çağırıydı. Ma'qul başlıq. Boshliqni chaqirgan edingiz? Ha, oturun. Ha? Men Oturun. ha, ma'qul. Siz nima deb chaqirganini bilamsiz? Boshliq, men shu xizmat vaqtida tayyorjab yemasligim kerakdi. Xizmat vaqtida tomoq yeyingizni xato demadim. Lekin meni xizmatchim turib, tayyor chop yesangiz bo'ladimi? Siz deganniki Aynur, bizning bir qancha o't malatanxonamizniki g'olliq a'zosi. Sizdan bir chataq chiqqaz, mushta o'xshagan malatanni kim chiqirdi? Yama yaqinda mana to'ylarimizni qaytdik. Mushta 3 ay go'sht, saypay, 3 ay vanza hammasining bahosini tushirib 4 koy 9 ming 100 gram. Mana go'shtning turlarini qaytdik. To'qol go'shti, kala go'shti, beliq go'shti, rak hamma narsa bor. Do'konning adresini pastga yozib qo'ydim. Xizmatni qilamiz qarang. Lekin salomatlik birinchi. O'zimizni o'zimiz asramasak kim asraydi? Bundan keyin qo'zg'az ichib qolsa, menga deb turishingizning hojati yo'q. Ana, bingaydi. Hamma narsalar bor. Nimani xohlasangiz, tanlab o'zingiz pishirib deyam. Juma, Rahmat boshliq. esingiz chon tuting. Biz deganniki bir oila kishilar. Ma'qulmi? Ma'qul boshliq, rahmat. Yana.